Assalomu alaykum futbol loyiha YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda APL sarhisobining 3-soni. 3-sonni olishimiz uchun 30 tur kerak bo'ldi. APLda chempionlik poygasi eng intrigali nuqtaga keldi. Hozircha Arsenalni boshdamiz. Keyingi turlarda balki ortimizda turgan boshqa bir libosni kiyishimiz mumkin. One, two, three, four, five, six, seven, 32 turni West Ham Wolves uchrashuvi boshlab berdi. 18 va 20 o'rinda borayotgan jamoalar o'rtasidagi bahs. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari o'zaro teng kurashlar ostida kechdi. Hatto birinchi bo'limda deyarli zarbalar ham teng edi. Ammo West Ham vaziyatlardan foydalanish evaziga yirik hisobda g'alaba qozonib ketdi. Wolverhamptonni bu uchrashuvda mag'lubiyat umuman qoniqtirmasdi. Shu sababli ancha oldinga ko'tarildi. West Ham esa qarshi hujumda jazoladi. Gollar ham ancha chiroyli chiqdi. Ayniqsa ikkinchi golda Castellanosga berilgan Felipe tomonidan pas va 4-goldagi Mavropanosning ajoyib zarbasi. Mavropanosdan dubl, Castellanosdan dubl va West Ham ajoyib g'alaba qozonish evaziga chempionshipga tushib ketish o'rinlaridan yuqoriroqqa ko'tarilib oldi. Hozircha 1 ochkoga Tottenhamni ortda qoldirmoqda. Wolverhampton esa tobora chempionshipga yaqinlashmoqda. Keyingi uchrashuv Arsenal Bournemouth bahsi. Bu uchrashuvni YouTube'da jonli efirda birgalikda kuzatgandik. Endi esa yana bir bor ko'rib chiqamiz. Arsenal ushbu uchrashuvda g'alaba qozonishi shart edi, chunki ushbu g'alaba orqali chempionlikni yanada mustahkamlashi mumkin edi. Ammo bahor kelganimi yoki chempionlik bosimimi Artetaga va uning jamoasiga yana ta'sir ko'rsatishni boshladi. Bournemouth 2-1 hisobida ushbu uchrashuvda g'alaba qozondi. Arsenal ketma-ket 4 uchrashuvda bor yo'g'i bir marotaba Chempionlar Ligasida g'alaba qozondi va u ham minimal hisobda so'nggi daqiqalarda kiritilgan gol evaziga. Lekin bu jamoaning formasi yomonligini bildiradi. Bu yog'iga oddiy o'yinlar yo'q. Qolaversa keyingi turda jamoani Manchester Cityga qarshi o'yin kutib turibdi. O'yinga keladigan bo'lsak, Bournemouth Arsenalni xato qilishga majbur qila oldi. O'yin umuman teng kurashlar ostida kechdi. Faqatgina 2-1 hisobi bo'lgandan keyin Arsenal bor kuchini tashlab ko'p vaziyatlar yarata boshladi, ammo bu yetarli bo'lmadi. Uchrashuvdagi dastlabki golni Eli Junior Krupi kiritdi. Unga penaltidan kiritilgan gol evaziga Viktor Yokeres javob berdi. Viktor Yokeresning penaltisi Gabriel Magalhaesning faolligi natijasida ishlandi. Umuman bu penalti burchak zarbasidan keyin ishlanganini ham alohida ta'kidlashimiz kerak. Uchrashuvning 74-daqiqasida Arsenalning markazi biroz bo'sh harakat qildi. Bundan Bournemouth unumli foydalandi. Alex Scott gol muallifi. Umuman Southamptonga qarshi uchrashuvda ham markaziy yarim himoyachilarning bo'sh harakatidan so'ng Southampton g'alaba golini kiritgandi. Ushbu mag'lubiyatga qaramay hozircha Arsenal birinchi o'rinda, lekin endi Manchester City bilan masofa juda yaqin. Ey Xudo, kecha majlisda nega meni sharmanda qilding? Hammani ketmoni uchsa-yu meniki uchmasa. Mustaqil cho'ponni kiyam, Norqo'zi tajayni kiyam. Faqat meniki uchmasa. Brentford Everton uchrashuvi 2-2 hisobida yakunlandi. Bahsda biroz Brentford ustunlik qilgan bo'lsa-da, Everton so'nggi daqiqalardagi Dewsbury Hallning goli evaziga mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Pickfordning xatosi tufayli penalti belgilandi. Penaltidan Igor Thiago unumli foydalandi. Unga Betu goli bilan javob bergan bo'lsa, Coyote'ning zarbasini Thiago 76-daqiqada golga aylantirib, o'zining 21-golni kiritdi. Bu orqali u Erling Haalandga deyarli yetib oldi. Erling Haalandda 22 gol, Igor Thiagoda esa 21. Shuningdek, braziliyalik forvard yana bir APL rekordini o'rnatdi. Hozirgacha hech bir braziliyalik APLda 20 gol kiritmagandi. 90+1 daqiqada Kenan Dewsbury Hall ketma-ket zarbalardan so'ng gol kiritdi. Bu orqali u 76-daqiqadagi juda qulay imkoniyatdan foydalana olmaganini
aybini yuvdi desak ham bo'ladi. Ushbu durangdan so'ng jamoalar 7 va 8 o'rinlarda qolishdi. Burnley Brighton bahsi. Fabian Hürzelar shogirdlari 0-2 hisobida ishonchli g'alabani qo'lga kiritishdi. Xuddi Wolves kabi Burnley ham chempionshipga tobora yaqinlashib bormoqda. Uchrashuvdagi 2 golni ham Mats Wiffer kiritdi. O'ng qanot himoyasida harakat qilgan futbolchi dubl muallifiga aylandi. Burnley vakillari ham maksimal harakat qilishdi, hatto 2 gol urishga ham erishishgandi, biroq ofsayd tufayli 2 gol ham bekor qilindi. Ushbu g'alaba orqali Brighton 9-o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, Burnley 19-o'rindaligicha qoldi. Liverpool Fulham. Merseysideliklar 2-0 hisobida ishonchli g'alabaga erishdi. Arne Slot jamoasi nihoyat g'alaba qozondi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida har ikkala jamoa hujumlarga o'tayotgandi, lekin Mamardashvili ancha ishonchli o'ynadi. 36-daqiqada esa Rio Negmoa jamoani qiyin ahvoldan olib chiqib ketdi desak ham bo'ladi. Chunki uning golida deyarli xavfli vaziyat emas edi, ammo yosh iqtidor o'zining texnik mahorati evaziga bir futbolchini aldab, chiroyli zarbasi bilan hisobni ochdi. Ushbu golda XG hatto 0.1 ham emas edi, 0.104. Ikkinchi golni ham xuddi shunaqa deb atasak bo'ladi. Rio Negmoa tomonidan boshlangan hujumdan so'ng to'p Cody Gakpoga yetib boradi. Cody Gakpo esa to'pni Muhammad Salahga yetkazib beradi. Muhammad Salah xuddi yosh iqtidor kabi faqat chap oyog'ida aylanma zarbasi orqali to'pni darvozaga joylaydi. Ushbu gol Muhammad Salahning APLdagi 6-goli hisoblanadi. Ma'lumot uchun u avvalgi mavsumda 29 ta gol kiritgandi. Qarading ziyo. Cho'kding. Ushbu 2-0 hisobi Liverpoolga ancha ishonch baxsh etdi va bundan keyin ham xavfli vaziyatlar yaratishdi. Fulhamda ham xuddi shunday holat, ammo uchrashuvda boshqa hisob o'zgarmadi. Liverpool ushbu g'alaba orqali 5-o'rinda qoldi. Fulham esa 12-o'ringa pastladi. Crystal Palace Newcastle uchrashuvi. O'yin Crystal Palace'ning hujumlari bilan boshlangan bo'lsa-da, Newcastle Osula tomonidan kiritilgan gol evaziga birinchi bo'limni yakunladi. O'z umuman uchrashuvda Crystal Palace ancha faolroq va ko'proq xavfli vaziyatlar yaratayotgandi. Glasner shogirdlari o'yin tomonlama to'liqligicha Newcastle'dan ustun edi. Ikkinchi bo'limda Crystal Palace yanada qo'shdi va xavfli vaziyatlarni yaratishni boshladi. 65-daqiqada zaxiradan Jean-Philippe Matetani maydonga tashladi va Jean-Philippe dubl evaziga jamoasiga g'alaba keltirdi. Dastlab 80-daqiqada Tyrik Mitchellning ajoyib uzatmasidan so'ng deyarli bo'sh darvozaga gol kiritgan bo'lsa, keyinchalik 90+1-daqiqada belgilangan penalti evaziga hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirdi. O'z umuman uchrashuvda Glasner shogirdlari mag'lubiyatga uchrasa, adolatdan bo'lmasdi. Hisob adolatli. Bu g'alaba orqali Crystal Palace 13-o'ringa joylashgan bo'lsa, Newcastle 14-o'ringa tushib ketdi. Eddie Howe shogirdlari 42 ochko bilan 14-o'rinda borishmoqda. Crystal Palace'ni tushunsa bo'ladi. Jamoa Yevrokubokni qo'lga kiritishga yaqin Konferensiya ligasida Fiorentinani dastlabki bahsda 3-0 hisobida mag'lub etgan jamoa asosiy favoritlardan biri bo'lib turibdi. Ammo Newcastle'da muammolar bor. Ayniqsa Bruno Gimarayshning jarohati jamoaga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Keyingi uchrashuv Nottingham Forest va Aston Villa qarama-qarshiligi. Ushbu uchrashuvda jamoalarni durang ham qoniqtirardi desak bo'ladi. Xuddi Crystal Palace kabi Aston Villada ham boshqa front bor. Yevropa ligasida Aston Villa asosiy favorit, APLdagi vazifasi esa shunchaki 5-likda qolish. Shunga qaramay uchrashuv teng kurashlar ostida kechdi. Uchrashuvdagi ilk gol Morgan Rogersning uzatmasidan so'ng kiritildi. Murillo kutilmaganda to'pni o'z darvozasiga joylab qo'ydi. 15 daqiqa o'tar o'tmas bunga Neco Williams o'zining chiroyli zarbasi bilan javob berdi. Ushbu golda aybni bemalol Marco Bizot o'z bo'yniga olsa bo'ladi. Aston Villa ikkinchi bo'limda baribir g'alabaga harakat qildi, ammo noaniq zarbalar evaziga g'alabani qo'lga kirita olmadi desak ham bo'ladi. Morgan Rogers, Ollie Watkins hamda Ian Matsonlar juda qulay imkoniyatlardan foydalana olishmadi. 1-1 hisob orqali Aston Villa 4-o'rinni saqlab qolgan bo'lsa, Nottingham Forest 16-o'rinda qoldi.
ammo West Ham jamoaga juda yaqin. Keyingi uchrashuv Sunderland Tottenham qarama-qarshiligi. Roberto De Zerbi APLga qaytdi, ammo Tottenham safiga va cho'kayotgan Tottenhamdagi muammolarni juda yaxshi bilasiz. Jarohatlar juda ko'pligi va murabbiylarning o'zgarishi natijasida jamoa 17-o'ringa tushib qolgandi bu turgacha. Bu turda esa 18-o'ringa tushdi. Sunderland esa dastlabki yildayoq APLning o'rtamiyona jamoasiga aylandi va top jamoalarga qarshi Tottenhamda top desak bo'ladimi? Juda yaxshi o'yin ko'rsatayotgandi va Tottenhamni ham mag'lub eta oldi. Roberto De Zerbi ilk bahsdayoq Anton Kinskini maydonga tushirdi. Anton Kinskini barchamiz Atletico Madridga qarshi bahsdan keyin eslab qolganmiz. Albatta Kinskining maydonga tushishi Vikarioning kichik jarohati bilan ham bog'liq. Uchrashuvdagi yagona golni Nordi Mukiele kiritdi. Golga e'tibor bersangiz, ushbu golda Tottenhamning markaziy yarim himoyachilari maydondami degan savol tug'iladi. Ushbu goldan keyin ham Roberto De Zerbi darhol ikki markaziy yarim himoyachini almashtirdi. Uchrashuvning 70-daqiqasida esa Cristian Romero jiddiy jarohat oldi va o'yindan keyin ma'lum bo'lishicha, argentinalik Tottenham sardori uchun mavsum yakunlandi. Roberto De Zerbi ham ilk kelganida aynan Cristian Romeroning jamoa uchun muhim futbolchiligini aytgandi, biroq endi usiz mavsumni yakunlashi kerak bo'ladi. O'zi shundoq ham jamoada jarohatlar juda ko'p, sanab ko'ramizmi? James Maddison, Dan Kulusevski, Ben Davis, Wilson Odobert, Muhammad Kuddus, Rodrigo Bentancur va Guillermo Vicario. Endi bular orasiga Cristiano Romeroni ham qo'shamiz. Ushbu g'alaba orqali Sunderland 10-o'ringa joylashgan bo'lsa, Tottenham Championship uchun yo'llanma beradigan 18-o'ringa tushib qoldi. West Ham United bilan oradagi farq 2 ochko. Qolgan 6 tur De Zerbi jamoasi uchun, umuman Tottenham uchun hayot va mamot jangi bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Roberto De Zerbi Tottenhamni APLda olib qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. 32-turning markaziy bahsi Chelsea Manchester City qarama-qarshiligi. Uchrashuv to'liqligicha Manchester Cityning tashabbusi ostida kechdi. Guardiola shogirdlari birinchi bo'limda aytarli vaziyat yarata olmagan bo'lsalar ham, to'liq ustunlik ular tarafida edi. Ikkinchi bo'limda esa Guardioladan to'g'ri ko'rsatmalar olinishi natijasida Nico Riley hisobni ochdi. Ryan Sherkining ajoyib uzatmasini Nico boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. Chap qanot himoyachisining markaziy hujumda paydo bo'lishi bu albatta Pep Guardiolaning ko'rsatmasi edi. 57-daqiqada esa Mark Geye navbatdagi golni kiritdi. Ryan Sherkidan yana bir assist. 68-daqiqada Jeremy Doku juda faolligini oxiri gol bilan yakunladi. Manchester City ushbu g'alaba orqali Arsenal bilan oradagi farqni 6 ochkoga qisqartirdi. Qolaversa jamoani Crystal Palace bilan qoldirilgan bahsi bor. Agar ushbu bahsda ham g'alaba qozonsa, oradagi farq 3 ochkoga yetardi. Lekin hozircha bu uchrashuv qachon bo'lib o'tishi aniq emas. Ungacha esa jamoa Arsenal bilan o'yin o'tkazadi. Ya'ni keyingi turda. Va nihoyat haqiqiy raqib topildi. Bizni jangimiz doston bo'ladi. Chelseaning ahvoliga esa umuman havas qilib bo'lmaydi. Jamoa ketma-ket 3-bahsda ham mag'lub bo'ldi. O'zi Enzo Marescaning jamoadan ketishi juda noto'g'ri, umuman absurd qarorligini barcha takrorlayotgandi. Mana bu mag'lubiyat ham buni ko'rsatib beryapti. Chelsea 6-o'ringacha tushib ketdi. Brentford va Everton jamoalaridan bor yo'g'i 1 ochko oldinda. Nima deb o'ylaysiz? Chelsea 6talikda qoladimi? Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz, qanaqa bo'lsa-da. Premier Liganing 32-turini Manchester United Leeds qarama-qarshiligi yakunlab berdi. Manchester United ushbu uchrashuvgacha 24 kun davomida umuman maydonga tushmagandi. Bu birinchi bo'limda sezildi.
Leeds jamoasi birinchi bo'limni juda zo'r o'tkazdi. Birinchi bo'limni 2-0 hisobida yakunladi. Noah Okafordan dubl. Birinchi bo'limda Manchester United umuman o'ziga o'xshamadi. 6 ta zarba, 0.17 XG. Bu juda yomon ko'rsatkich. 10 ta zarba, 3 ta golli imkoniyat, 2.14 XG. Yana ham vaziyatlardan Leeds hujumchisi Dominic Calvert-Lewin foydalana olmadi. Ikkinchi bo'limda Manchester United biroz faollashgandek ko'rinayotgandi, ammo 56-daqiqadagi qizil juda ko'p bahs va muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Lisandro Martinez va Dominic Calvert-Lewin o'rtasidagi havodagi kurashdan so'ng hakam uchrashuvni to'xtatdi va Lisandro Martinezga qizil kartochka ko'rsatdi. Ushbu vaziyat haqida Lisandro Martinezga savol berishganda quyidagicha javob berdi. Sochini yig'ib chiqsin-da. Yig'ib chiqsin-da urishguncha. Sochni uzib chiqami? Mushuklar toshni yig'ishtirish kerak, urish bo'lib kerakda. Qo'lga kirib ketyapti, nima bo'ladi? Urish haqiqiy. Albatta bu hazil. Ushbu vaziyatga siz qanday baho berasiz? Lisandro Martinez haqiqatdan qizilga loyiqmidi? Bu qizil kartochka Manchester Unitedni yanada uyg'otib yubordi va to'liqligicha jamoa hujumga o'ta boshladi. Bruno Fernandes natijada baribir assist amalga oshirdi. Gol muallifi Carlos Casemiro. Casemiro uchun bu mavsumdagi 8-gol. Braziliyalik yarim himoyachi hali hech qaysi mavsumida 8 ta gol kiritmagandi. Bu uning uchun shaxsiy rekord. Ushbu goldan keyin ham Manchester United bor e'tiborini hujumga qaratib, 7 ta zarba yo'llashga ham ulgurdi, ammo bu g'alaba uchun yetarli bo'lmadi, ya'ni boshqa gol kirita olmadi. Michael Carrick jamoasi uchun juda alamli mag'lubiyat. Lekin shunga qaramay Manchester United 3-o'rinni saqlab qoldi. Leeds United esa ushbu g'alaba orqali 15-o'rinni mustahkamladi. APLning 32-tur sarhisobi mana shundan iborat edi. Video haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldirib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.